Uyli va mashinali bo'lish uchun maxsus zikr bormi? Afsuski, bunaqa maxsus zikr yo'q. Biroq baraka, rizqning kengayishi, tilaklarning qabul bo'lishi uchun o'qiladigan duolar, oyatlar va asmolar mavjud. Asmaul Husna ustozasi va yillar davomida ijarada yashagan inson sifatida bugun sizga beradigan bir qancha tavsiyalarim bor. Uy yoki mashina, umuman nimadir xarid qilmoqchisiz, kattaroq nimagadir erishmoqchisiz, birinchi o'rinda chiroyli niyat qilib oling. Allohim, rizqimni kengaytir, qarzlarimni ado qilishimni nasib qil, xonadonimizga baraka ber, o'zing kutmagan joyimizdan, g'oyibingdan bizga ne'matlaringni ihson qil deb ko'p duolar qiling. Oyatal kursiy tilingizdan tushmasin. Baraka va rizq uchun eng muhim omillardan biri bo'lib xizmat qiladi. Bundan tashqari, Qasos surasi 24-oyatni bomdod namozidan keyin o'qishga odatlaning, kun davomida o'qisangiz ham bo'ladi. Umumiy duo va tavakkul har kimni o'zini ixtiyorida. Har tong va kechqurun o'qiladigan duolarni ham o'qib yurishingiz mumkin. 5 yil davomida Asmaul Husna o'quvchilarini yuzlab qizlariga uylar va mashinalar oldirgan Malikul Mulk va Zaljalali val Ikrom asmolarini kun davomida istaganingiz qadar zikr qiling, ixlos bo'lsa bas. Ya Malikul Mulk va Ya Zaljalali val Ikrom tarzida zikr qilasiz.